Bu galgi dachadagi xizmatimiz boshqalardan sal farq qiladi. Sababi 8 kishiga xizmat ko'rsatishga chiqqanmiz. Dacha Oqtoshda joylashgan ekan, har doimgidek kelishimiz bilan joylarni chiroyli qilib yasatib, ovqat solib qo'yishni boshladik. Dasturxonga muzdekkina iced tea, saunaga kiradiganlar uchun marakuyali choy bilan limonning ustiga tuz sepib berdik. Klientlar qozon kabobni kartoshkasini oливковый maslada qovurishimizni iltimos qilishdi. Dumdan qozon kabobni chiroyli qilib suzib, birinchi kunimizni tugatdik. Har doimgidek ertalabki tabiatda sizlarga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Zavtrakka qovurilgan sosiska bilan menemen qilib berdik. Obedga ovqatga cho'ponchani harakatini boshlab, orada xo'l mevalar ham kesib berdik. Grechskiy salat ishtahani ochib turguncha biz ovqatda chiroyli qilib padavat qilishni boshlavordik. Ovqatdan keyin azgina muzdekkina kokteyl berdik. Endi bunaqa toza havoga chiqilganda osh yemasa bo'lmaydi deb kechqurungi ovqatga choyxona palov qilib berdik. Ertasi kuni ertalab choyga omlet, obedga bonsa rukla salat bilan qaynatma sho'rva bo'ldi. Qaytishga 2 xil shashlik qilib xizmatimizni shu bilan tugatdik. Mabodo sizlar ham shunaqa dam olishni rejalashtirsanglar, описаниедagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi.